Assalamu alaykum qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravası nazariya dersiga hoş geldinglar. Biz bugün 16. dersimiz Vorrangreihol bei Fußgänger. Yani piyodalarga yo'l berish qoidasini o'rganib o'tamiz. Bu piyodalarga yo'l berish qoidasiga doir savollar har qitimliq imtihonda mush imtihon berguvchilar eng ko'p xato qilishadigan savollarning birisi. İnşallah bu dersni anlagandan keyin sizlarga bu turdagi nazariyaninki tushunishli bo'lishini umid qilaman. Qanamsa oldi bilan Fußgänger, ya'ni piyoda yo'l yurguvchilar, bularning kimligini bilishimiz intayin zarur. Buning qoidasini bilishdan burun biz buni ikkinchi qitimliq darsimizda so'zlagan piyodani qisqacha bir eskartib o'tay. Ya'ni Fußgänger degan vaqtda piyoda yo'l yurguvchilar degan vaqtda yani puti bilan qatnashqa ishtirok qiluvchilar, qatnashganlar. Yani puti bilan mingib, yani mang'uvchilar shu eng birinchi shakldagi Fußgängerlarga tabi bo'ldi. Uningdan boshqa yana masalan kichik bolalarning har xil tiyilish oyoqlari bo'ladi, step deb puti bilan tip mang'adigan bir xil harvalar bo'ladi. Mushlarni qo'llanuvchilarning hammasi ham Fußgängerlarga tabi bo'ldi, piyoda yo'l yurguvchilarga. Undan boshqa yana bal harvasini yetilab ketib qolganlar yoki yashanganlar harvasi bilan ketib qolganlar ham Fußgängerlarga tabi. Ondan yana velosiped, to'qliq velosiped yoki motorni agar haydamay qo'limizda yetilab mangsaqmi, u chog'da biz ham Fußgängerga tabi bo'lamiz. Ondan miyiplar harvasini haydaganlar, yani skuter deb maxsus bir miyiplar deydigan araba, buni hammanglar bilasizlar. Agar mush miyiplar harvasini haydaganlar agarda velosiped yo'lni qo'llanmay piyodalar mang'adigan yo'lni qo'llansa, bu chog'da ular ham Fußgängerlarga tabi bo'ldi. Yani bu oxirgi nuqta cho'qim esinglarda bo'lsin. Yani miyiplar harvasini haydaganlar agar piyodalar yo'lni velosiped mingan yo'lni qo'llanmay piyodalar yo'lni qo'llansa, bular ham piyoda yo'l mang'uvchilarga tabi bo'ldi. Shunga bu Fußgängerlarning qoidasini bilishdan burun oldi bilan Fußgänger deganga qandoq qatnash vositalarining mushunga tabi bo'ldi. Endi yo'l berish qoidalarini o'rganib o'taylik. Yani agarda yo'lda zebra patla bo'ladi ekan, u chog'da cho'qim piyoda yo'l mang'uvchiga yo'l beramiz-chu. Zebra pat yani shu piyodalar o'tish yo'li vaqtda cho'qim yo'l beramiz. Birinchi qoida. Yani ma ayol hozir velosipedni minmay yetilab ketib turibdi-chu. Shun bu hozir ham Fußgängerga tabi bo'ldi. Shun bu ayol velosipedni mushta yetilab turib, mush yo'ldan o'tmoqchi bo'lsa, cho'qim yo'l berishimiz kerak. Ana ikkinchi qoida, ojiz qatnash vositalariga mayli zebrapat bo'lamdi, bo'lmamdi, har vaqt yo'l beramiz. Yani ojiz qatnash vositalari deganda faqat mush 3 turlik odamlarni ham ko'rsatadi. Yani hasa, yani qo'li yoki normal puti sunib ketib, hasa bilan ketib qolganlar. Unda qiyralarning maxsus qiyralar harvasi bor, rollator debchi. Mushta rollatorni haydab ketib qolgan qiyralar va yoki a'molarninki a'molar kaltik bilan ketib qolgan a'mo kishi. Yani mush 3 turlik odam ojiz qatnash vositalariga kiradi. Biz bularga har vaqt yo'l beramiz. Mayli zebrapat bo'lamdi, bo'lmamdi, har vaqt yo'l beramiz. Yani rasm qarasanglar, ustidagi rasmda a'molar kaltik bilan ketib qolgan odam ekan, ma'noda bir hosil bilan ketib qolgan odam ekan. Bu yo'lda hozir bir zebrapatmi yo'q, hech nima yo'q, lekin bu ojiz qatnash vositasiga tabi bo'lganligi uchun har vaqt yo'l beramiz. Ikki xil ahvolda. Ondan biz avtoritdan chiqqan vaqtimizda Fußgängerga har vaqt yo'l beramiz. Yani avtoritga kirganda, chiqqanda biz barliq qatnash vositalariga yo'l beramiz. Bularning ichida Fußgängerim bor. Masalan, ma'qul ahvolda biz hozir avtoritdan chiqdik, shunga velosiped piyoda yo'l ketib qolgan odamga cho'qim yo'l. Ondan yana bir xil ahvol, avtoritdan chiqqan vaqtida ham cho'qim yo'l beramiz piyoda yo'l mang'uvchiga. Yani avtoritdan chiqqanligimizni qanday bilamiz? Buni belga
men xatalashib qolibdim, kechirsizlar. Avtorit emas, arif. Arifdan, yani arif degan oila o'ltiraq rayon tug'um. Yani mush taxta arifning taxtasidichu. Mush arifdan chiqqan vaqtimizdami, arif oyoqlashgan vaqtda cho'qim piyoda yo'l mang'uchiga yo'l beramiz. Masalan, ikki rasmda har ikki xil ahvolda biz hozir arifdan chiqibdimiz. Mana ustiga qizil chiziq chizib, arif oxirlashdi, arif tugidi deb bildiryotdi bizga. Bu xil ahvolda ham cho'qim piyoda yo'l mang'uchiga futxangirga yo'l beramiz. Anda yana bir xil ahvol futxangirga yo'l beradigan. Biz aylanma, yani rotondadan ayrılgan vaqtimizda, chiqadigan vaqtimizda o çağdan bütün qatnaşmaslarga yo'l beramiz, bütün yo'l ishlatuvchilarga. Buning ichida futxangirmi bor. Masalan, hozir mana rasmda, garchi bu yerda zibrapat bo'lmasimi, lekin biz hozir rotondadan chiqadiganligimiz uchun bu yerda ham futxangirga yo'l beramiz. Ondan yana bir xil ahvol besondere manövre, yani biz burungi darslarda o'rgangandik. Yani alayda meşgulatlar deb bir 8 xil alayda meşgulatni degandim. Şu 8 xil alayda meşgulatni qilgan vaqtimizdami, har vaqt piyoda yo'l mang'uchiga yo'l beramiz. Yani bu alayda meşgulatlar, masalan, mashinamizni bir yerda to'xtatdik. Yoki to'xtatgan yerdan mashinamizni haydab mangsak, agarda birisini mashinaga chiqirman deb mashina to'xtatsak, yoki birisini mashinamizni tushirib qo'yman deb mashina to'xtatsak, va yoki mashinamizni keyniga qaydirib mangsak, va yoki vahraydin bir to'xtab qo'ygan yerdan mangmoqchi bo'lsak, ish qilib mushta ahvollarning hammasida bütün yo'l ishlatuvchilarga yana ham futxangirlarga ham yo'l beramiz. Masalan, ikki rasm qarasanglar, ustida hozir mashina keyniga qiyotdi-chu. Keyni oqchirg'ining yong'indan mashina keyniga qiyotganligini bilamiz. Hozir miyat bir odam yo'ldan o'tmoqchi ekan. Bu holda bu mashina cho'qim odamga yo'l berish kerak. Unda ostidagi rasmda hozir mashina bir parkerin to'xtatib qo'ygan yerdan chiqib yo'lga kirib mangmoqchi ekan. Bu odam muddal mush yo'ldan o'tayotibdi. Bunda ahvol ostida cho'qim yo'l beramiz. Amdiki ahvol mushu imtihonda eng qiynaladigan, lekin imtihonga cho'qim chiqadigan ahvollar. Ya'ni mushta bir yo'llar bo'ladi. Bu yerda zibrapadmi yo'q, hech qanday qatnash taxtasi belgisimi yo'q, lekin o'sha piyoda yo'l mang'uchi yo'lninki har xil taraflardan kelgan ahvol. Bu xil ahvolda mushu gollandiyaliklarninki asli oson saqlash uchun o'rgatgan jumlalar var. Masalan, vanuit borst of rug, gas terug. Yoki ziyada rug, gas terug. Yani dümbisni yoki qo'shiqni ko'rsangiz, yani piyoda yo'l mang'uchininki dumbi taraf yoki qo'shiq taraf oldi tarafni ko'rsangiz, bu chaqda mayni qo'yib bering, yo'l bering debchi. Masalan, har ikkala rasm qarasanglar, hozir mashina, men bir ayol kishi ketib turibdi. Mashina hozir o'ngga qayrilmoqchi, ayol kishi o'tilmoqchi ekan. Biz hozir mush mashina haydab kelgan vaqtimizda oldi bilan ko'rganimiz ayol kishining orqa tarafichu. Unda yondagi rasm qarasaqmi, mashina hozir o'ngga qayrilmoqchi ekan. Qarish tarafdan bir piyoda mang'uchi kelibdi. Bu xil ahvolda oldi bilan ko'rganimiz piyoda mang'uchining oldi tarafi, qo'rsaq taraf. Yani mush ikki xil ahvolda biz piyoda mang'uchiga yo'l beramiz. Endi nima uchun yo'l beramiz deganda, bu yerdagi qoida asli recht doorgaande verkeer gaat voor afslaande verkeer. Yani udul mangan qatnash, egilib mangan qatnashdan oldida mang'udu degan qoida bo'yicha, sol tarafga rasm qarasanglarmi, mashina o'ng taraf qaymoqchi, lekin piyoda mangan odam udul mangmoqchi, har ikkilisi o'xshash bir yo'lni ishlatyotdi hozir. Shunga odam piyoda mangan odam udul mang'achqa ma'noga yo'l beramiz-chu. Yandagi rasmdan o'xshash bir ahvol. Qoidasi shu. Agarda buning qoidasini asli saqlash ta'sir bo'lib qolsa, shu yana bir asli saqlash usuli, shu piyoda mang'uchininki dumbi taraf va qo'rsaq tarafni ko'rsamlar yo'l beraman deb eson tutib olsanglarmi bo'ladi.
Andın tamam dümbü ve qo'saq tarafını ko'rsak yo'l berdik. Agar yon tarafını ko'rsakchu degan vaqtida yon tarafını ko'rsaklam u chog'da yo'l bermaymiz. Ya'ni buni Gollandiyaliklarninki ason saqlash uchun tuzib olgan jumlasi vanuit de zij has bij. Ya'ni yon tarafını ko'rsangiz may vering yoki zi oor ray door. Yani quloqni ko'rsangiz mashina haydab keting debchu. Yani qisqasi yon tarafni ko'rgan vaqtimizda piyoda mang'uvchininki har ikkala rasmda o'xshash ahvol. Yani qarasanglar ikkala tarafda piyoda mang'uvchininki ya qo'saq taraf ya dumbi taraf emas, oldidan yon tarafni ko'rdikchu, quloqni ko'rdik. Bunda ahvol ostida yo'l bermaymiz, mashinamizni haydab ketaversak bo'ladi. Yani yana bir xil ahvol borki, uningga doir rasmni topolmadim. Lekin keyin qitimliq darslar izlash jarayonida topib qolsam yana cho'qim so'zlab qo'yman. Lekin hozir sizlarga qisqacha deb qo'y. Ya'ni ba'zida shahar ichida tram bo'libmi, tramningchi, tram odatda yo'lning o'ttirdiroq mang'idi emasmi? Ba'zi yo'llarda maxsus tramninki piyodalar to'xtaydigan tram bekiti bo'lmaydi-chu. Ya'ni tramdan tushgan vaqtimizda udulla mashina yo'lga tushib qolamiz. Agarda shunda ahvol bo'lib qolsa, ya'ni tramvaydan tushgan vaqtimizda bir alohida bekat bo'lmay, biz tramvaydan tushganda udul mashina yo'lga tushib qoladigan ish bo'lib qolgan ahvol ostida, u chog'da mashina haydab ketib qolgan odam shu tramvaydan tushgan odamga cho'qim yo'l berish kerakchu. Tramvaydan tushgan odamninki shu mashina yo'ldan o'tib bexatar yerga burilish uchun cho'qim yo'l berish kerak. Bu savollarni odat imtihon savollarida ko'p uchraydi. Lekin men bugun to'g'ridan shunga doir rasmni topolmay qoldim. Lekin inshaalloh keyin topa olsam cho'qim rasm bilan so'zlab beraman. Lekin hozir esinglar tutib olsanglar bo'ldi. Ya'ni qisqasi shu piyodalarga yo'l berish qoidasi shu amaliyotda pek ta'sib emas, lekin imtihonda eng ko'p xatolashadigan turlarning biri. Endi eng oxirgi savol, shu savol shakli imtihonda har qitimliq imtihonga cho'qim chiqadigan savol shaklining birisichu. Ya'ni qaysi xil ahvolda piyoda yo'l mang'uvchiga yo'l berasiz yoki qaysi xil ahvolda piyoda yo'l mang'uvchiga yo'l bermaysiz deb ikki xil savol shakli chiqadi. Hozir mening sizlarga qoldirganim ikki rasmdan A, B ikki rasmdan qaysi xil ahvolda piyoda yo'l mang'uvchiga yo'l beramiz. Buning javobini sizlarga qoldirib qo'ydim. Bayatın yoqi so'zlagan nazariya qismini tushungan bo'lsanglar, bu savolni cho'qim ishlalaysizlar. Shuni xohlagan qarindoshlar, ishlashni xohlagan qarindoshlar inkas rayoniga javobini qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, keyin qitimliq darsimizda shu nazariyaninki amaliy nazariyaga doir, ya'ni o'lgulik misollarni ishlab chiqamiz. Ma'qul, keyin qitimliq darsimizni ko'rishaylik, omon bo'lg'aysizlar.